Qizlaringizni sinfdosh yigitlar quchoqlashiga ruxsat bermang. Nega bunday deyayotganimni video davomida tushuntiraman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, qadrdon ota-onalar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir orangizda juda ko'pchiligi 9-11 sinfni tamomlayotgan farzandlarimizni bitiruv kechasi tashvishlari bilan bandmiz. Ayni kunda 9-11 sinfni tamomlayotgan farzandlarimizni xarxashalari har doimgidan ham ortgan. Xabaringiz bormi yo'qmi bilmadim, biroq ijtimoiy tarmoqlarda bitiruvchi sinf ota-onalariga qattiq ogohlantirish e'lon qilinmoqda bir necha kundan buyon. Bitiruv kechasi munosabati bilan o'tkaziladigan, ya'ni so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan o'tkaziladigan har xil xayrlashuv kechalari, Белый ночь, so'nggi qo'ng'iroq, xayr maktabim, shunga o'xshash tadbirlarni o'tkazilishiga taqiq qo'yilgani va mana shunaqangi munosabatlar bilan pul yig'ishlar umuman yo'q ekanligi, ya'ni pul yig'ilmasligi ogohlantirilmoqda. Lekin baribir bola bir marta bitiraman maktabni, sinfdoshlarimdan qolamanmi, falon pismadon degan bahonalar bilan xarxashalari tabiiykida ortgan. Lekin masalani boshqa tomoniga qaraylik. Bitiruv kechalari, ya'ni so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarida maktabda ko'proq bitiruvchi sinf yigit qizlarini tansa tushish, vals tushish holatlari odat tusiga kirgan. Biroq bu odat bizga Yevropadan kirib kelgan odat bo'lib, musulmonchilikda bo'yiga yetgan qiz bilan yigitni bir-birini yelkasidan, belidan quchoqlab, nafasi yuziga urib turadigan holatda raqs tushishi umuman taqiqlangan va bunga ruxsat yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham o'zbekligimiz, musulmonligimiz unutilmagan holda bunday raqslar bizni madaniyatimizda yo'q ekanligini bolalarga to'g'ri yo'l bilan tushuntirib, mana shunaqangi raqsga tushishlariga ruxsat bermasligimiz kerak, hurmatli ota-onalar. O'zingiz o'ylab ko'ring. Yalab yulqab, kaftingiz orasida lola qizg'aldoqdek ehtiyotlab voyaga yetkazgan qizingizni bitta bitiruv kechasida o'ziga umuman nomahram bo'lgan, balog'atga yetgan bir yigit bilan bir-birlarini badanlariga tegingan holatda raqsga tushishlari oilamizni or-nomusiga, g'ururiga, o'zbek degan nomimizga, islom diniga, musulmon degan nomimizga, shariatimiz qonun-qoidalariga to'g'ri keladimi? Ming afsuslar bo'lsinki, ro'mollar o'ragan, badanni bironta ochiq joyi ko'rinmaydigan holatda chiroyli liboslar kiygan bitiruvchi qizlarimiz ham yigitlar bilan birga bellarini ushlatib, yelkalarini ushlatib, raqsga tushayotgan holatlariga ko'zimiz tushyapti. Siz meni mana bunaqangi holatimga, mana bu sochimni kalta, qo'llarimni ochiq turganiga e'tibor qilmang. Men bu holatda bo'lsam-da, bo'yiga yetgan qizlarga nomahram yigitlarni qo'l tekkizishlari, yonma-yon bir-biriga suyanib xiyobon aylanishlari, qo'l-qo'l kezishlarini umuman ma'qullamayman. Shunaqa ekan, 25-may so'nggi qo'ng'iroq oldidan kuzatuvchilar orasidagi bitiruvchi sinf ota-onalarini bir ogohlikka chaqirdim xolos. Hozirgi kunda bilib turibsiz, zamon qanchalik o'zgargan, yoshlarimiz qanchalik o'zgarib ketyapti. Biz ota-ona sifatida bizni mentalitetimizga, o'zbekona tarbiyamizga, urf-odatimizga, ayniqsa dinimizga, musulmon degan nomimizga, shariatimizga umuman to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlar qilishlariga farzandlarimiz oldida to'siq bo'lib yo'l qo'ymasligimiz kerak. Meni to'g'ri tushundingiz degan umiddaman. Nega bunday chaqiruv bilan chiqayotganimni ham to'g'ri tushuntira oldim deb o'ylayman. To'g'ri tushunmaganlar o'zlari biladi. Qisqa fursatlarda yana diydor ko'rishguncha tinch omon bo'ling.